Assalamualaikum arkadaşlar, yaxşısınızlar. Mana bu mening mektubim. Men bu maktabda to'g'ri 5 yil vaqtimni sarf qilib, oxiri o'qishni tamomladim. Ammo o'qib bitirib ishsiz qoldim. Boshqalarning deyishicha, biz oliy maktab o'quvchilarining kunidan bayramchilarning kuni yaxshiroqmiz. Qaranglar, eshitmaganda bularning yigidek kamaqi, boshqadek makoni bor. Sizlarcha oliy maktabda sinf kadrop o'qish haqiqatan yaxshimi? Mana bu yoqqa qaranglar. Oliy maktab sinf kadrop 3 yaxshi, 5 ta a'lo o'quvchilarni qilayotgan ish mana shu. Ma'muriylik imtihon berasiz. Hozir ma'muriylik imtihon berish hukumatning temir tovoq berish deganlikdir. Biroq bu temir tovoq berish unchalik oson ish emas. Hozir ma'muriylik imtihon berish beg oliylarniki to'qonliq xotin tanishga o'xshash bo'lib qoldi. Mana bu yoq qisqa juda. Bu yoq ko'rlik juda. Yuqoriga juda. Shundoq, temir tovoqning yaxshiligi yaxshi, ammo tutqa odamning qo'lini ko'ydirmay qolmaydi. Bu yon o'ylab, oxir chet el kichikdaymi deb o'ylab qoldi. Nima qilganda chet el fursat davlat ishligidan ko'proq bo'lishi mumkin. Nima? Rad qilindimmi? Meni ko'chman bo'lib chiqish ishi bor dedi. Ko'chman bo'lmas chet elga kim chiqdi? Bundaymiz, yana mening qiz do'stim yaxshi. Menga shunchalik sodiq. Xudo, bir reallik menga rezil. Hep emiz xizmatning shugi. Shuning uchun mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, tirishib cho'qim bir xizmat qilish kerak. Yaxshisiz. Buning ishlanchi bor, ko'rib topgan bo'lsangiz, boshqadan xizmat oldim. Materialım taşladı bu. Mayli. Bir şirket menga 100 tirani imtihon berish fursat berdi. Qani, o'zim bir sinab boqaylik. Yaxshi. Standart chiquvga qasddan sizni qo'llanmoq yana tanlaymiz xolos. Nima? Chekdod ekanman-ki. Ey, biz oliy maktab o'quvchilarining izdivatning eng yaxshi xizmat emas bu. Faqat o'zimizning o'rganganlarini turmushda xizmat ishlatish xolos. Şunun üçün biz bu oliy maktabda 5 yillik to'liq kurs o'qishimizdan cheklanib qolmay, davomli o'qishimiz kerak. O'rnab aspirantlikda o'qishimiz kerak. Ondan o'rnab doktorlikda o'qishimiz kerak. Texnik o'rnab doktor oshida o'qishimiz kerak. Anadan biz bu jamiyatda o'zimizga loyiq bir xizmat topa olishimiz mumkin. O'g'inish, yana o'g'inish. 木叶宽、钱钟书、周平惠咋个现在不能好呀？5 ta yaxshi, 3 ta a'lo o'qigan o'quvchilarning topgan xizmati shu.